bot. Bu yoqda biz modellar qurish orqali o'sha pul ishlashimiz mumkin bo'lgan bot hisoblanadi. Buni interfeysi juda ham chiroyli va ishlash uchun qulay qilib taxlangan. Ko'rgan bo'lsanglar, akkuratni, tiqiz emas va juda kam ham emas. Shuning uchun odamga приятный tuyuladi, ya'ni yoqimli. Bu yoqda biz pul ishlashimiz uchun mana bu Voxel degan o'zini tokeni bor. O'sha tokendan ishlashimiz kerak va uni ishlashni bizda 3 xil yo'li bor. Birinchi yo'li bu, xo'p, plus belgisi bosiladi. Plus belgisi bosilganda agar biz tekin ishlamoqchi bo'lsak, xo'p, free bosiladi, reklamaga olib kirib ketadi. Reklama 15 sekund vaqt oladi. Ko'rgan bo'lsanglar, sekund sanayapti tepada. Xo'p, bu sekund sanayotgani 15 sekunddan keyin tugagandan keyin o'sha har doimgidek reklamani yopamiz va 20 tadan Voxel tokeni beradi. Bizda maksimum kuniga 40 ta reklama ko'rish imkoniyati bor. Vaqtimiz tugab qoldi va bundan tashqari bizda yana bitta imkoniyat bor. Bu aytganimdek model qurish. Model qurish qanaqa bo'ladi? Start build bosiladi yoki random model, ya'ni tasodifiy model tanlanadi. Bu balkim bo'lishi mumkin oddiy yoki rare. Mana bu yerda sifatlari ko'rsatib o'tilgan mana. Oddiy, rare, epic, legendary, exotic, mythic, yana nimadir. Xo'p, bularning turlari bor 7 ta. Bulardan o'shaga tushib qolishi mumkin yoki da biz reklama ko'rish orqali ham o'zimiz xohlagan narsani qurishimiz mumkin. Bu lekin men tavsiya bermayman, chunki buni men bittasini qilib ko'rganman va bu juda qimmatga tushib ketgan menga. Birinchidan 2,5 ming ta Voxel tokeni ishlatganman. 2,5 ming ta bitta bu blok. Bitta token bitta blok hisoblanadi va bizda qurish uchun o'sha bloklardan, hisobimizdagi bloklardan ishlatiladi. Shuning uchun unaqa qilishni maslahat bermayman. Start build bosib random qilganimiz yaxshiroq. Xo'p, menda hozir 4 ta model bor. Ya'niki 2 ta ko'k, 2 ta common, 2 ta rare. Bu o'sha birinchi menda bittasi 15 ta beradi, 15 ta blok beradi har soatga, ikkinchisi 20 ta, keyin qolgan ikkitasi 5 tadan beradi. Lekin bu yoqda bitta narsa bor, biz bir kundan keyin yoki 8 soatdan keyin emas, har soat kirib olib turishimiz kerak. Agar siz ko'proq ishlamoqchi bo'lsangiz, har soat kirib olib tursangiz bo'ladi. Agar vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha gap. Reklama ko'rib, 40 ta reklama ko'rsangiz 10 minut vaqt olar ekan, uzog'i 10 minut, 15 minut hay. Chunki o'sha reklamani yopib, yana qaytib bosguncha vaqt ketib qoladi. O'shan orqasidan 800 ta ishlasa bo'lar ekan bir kunda. Keyin bizda yana 3-imkoniyat bor. Bu 10 bo'limi, ya'ni o'sha Voxel bloklarini ishlash. Xo'p, bu yoqda ko'rib turgan bo'lsanglar, talaygina vazifalar bor. Masalan, subscribe tonkin, ya'ni o'sha tonkin degan kanalga olib o'tadi va biz subscribe qilganimizdan keyin buni tekshirish uchun o'zi tekshiradi va mana ko'rgan bo'lsanglar, test completed, ya'ni o'sha vazifa bajarildi va siz keyinchalik o'sha narsani tonga aylantira olasiz. Men sizlarga maslahat beraman. Men bu Tapcoin yoki men bu BGG degan o'sha botni yoki masalan Voxel TikTokka obuna bo'lish, men bu qanday desam, bu nima bu +3 deb qo'ygan o'sha, agar shunaqa vazifalar bo'lsa, shularni bajarishni maslahat beraman, chunki biza qancha ko'p men shu nima bu men bundan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda reyting bor, botda reyting bor va bu reytingda top nechiga kirganlarga qanchadir ton bor. Masalan, top 1da turgan odam Nebo MVP. Bu 172 ming ta yergan. 1150 ta ton qo'yilgan. Meniki 60 ta, men 0.003 ishlaganman. Agar siz hozir yaxshigina ulguraman deydigan bo'lsangiz, ko'proq vazifa bajarishingiz kerak. Keyin ko'proq model qursangiz beradi bu narsani. Model qurish uchun asosan aktiv bo'lib, reklama ko'rib shu bloklarni ko'paytirish kerak, lekin men sizlarga bu narsani o'zingizlarga qo'yib qo'yaman, chunki hozir men maslahat bersam, keyin ertaga yaxshi chiqmay qolsa, biz aybdor bo'lib qolmaymiz. Xo'p, endi isboti bilan bitta narsani ko'rsatsam, sizlarga boya aytdim, o'sha listing kutish shart emas va hozirda ham tonga almashtirsa bo'ladi, ya'ni 20-apreldan keyin. 20-aprelda qo'shishiga botda ham ishora bor, chunki wallet degan bo'lim bor, bu hamyon. Mana menda $5.1 turibdi hozir va men exchange qilsam, exchange ni bosadigan bo'lsam, mana Voxelni tanlayman.
voxel tanlayman. Xo'p, voxeldan voxelga o'tkazmaymiz, voxeldan tongga o'tkazaman. Mana 2 kun 19 minut qoldi demoqda, ya'niki o'sha 20-aprelga taqab boriladi bu narsa. Agar mabodo kim cho'ziladigan bo'lsa, bu bizga plus, chunki bu qanchadir muddatga cheklangan bo'ladi va undan keyin bu narsa yana qaytib yopiladi. Buni o'sha cheklangunicha biza qilib qolishimiz mumkin. Undan ko'ra hozir qilib keyin birdan bloklarni ishlab keyin admin qilib yokida o'sha hozirchalik faqat ishlab keyin oxirida admin qilsak ham bo'laveradi. Men ko'rsatmoqchi bo'lganim shular. Undan tashqari yana bu yoqda V-Stars bor, ya'niki V-Stars bu o'zini ichki starsi. Bu nimadan ancha arzon. O'zi обычный stars bor, o'zimizda Telegramda ishlatiladigan starsdan deyarli 10 barobar arzonroq, 10 barobar to'g'rirog'i, 100% 10 barobar. Xo'p, buni o'zi nimadir qilamiz va o'sha vazifalar bajarish hisobiga keyin aktivligimiz bor. Modellardan narsa olishimiz, shu modellardan blok olishimizga qarab o'zi berib boradi. Menda hozir 540 ta bor, bundan 54 ta stars bor. Xo'p, bu narsalarni ko'rdik. Endi bizada yana friends bo'limi bor, ya'niki do'stlarni chaqirish. Bu yoqda bizada nima bor? Xo'p, har bitta do'stingizni chaqirganingizga sizga 50 ta o'sha voxeldan blok, keyin 3 ta stars beradi. 3 ta stars. Bu starslar asosan nimaga ketadi? Yokida siz yangi model qurishingizga stars ishlatasiz, yokida mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bega kiramiz, добавить новый, ya'ni yangi o'sha mahsulot uchun, yangi model uchun joy ajratishga bizdan mana mendan 70 ta so'rayapti, chunki men 5-joyni ochyapman. Birinchi joy, ikkinchi joy uchun 15 ta, 20, 35 ta shunaqa 50 tagacha so'raydi. Undan keyin ko'payib ketaveradi. Xo'p, bu narsalarni ko'rib chiqdik. Keyin bu yoqda daily combo bor. Buni lekin biz menimcha qila olmaymiz, chunki deganda komboni qilish uchun o'sha inventaringizda har doim mana bu kunlik narsa 3 ta kunlik narsa ham bo'lishi kerak va bu har 3 kun yoki 2 kunda almashib turadi. Xo'p, bu yoqlarni ko'rib chiqdik. Yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Bu yoqda ikkinchi levellik friends, ya'ni referalniy bo'lim ham bor. Bu o'sha voxel nimasida ikkita, ya'ni ikki bosqichli bor. Birinchi bosqichda aytib o'tdim, ikkinchi bosqichda bitta o'sha referalingiz o'ziga referal chaqiradigan bo'lsa, sizga 25 ta voxel, keyin bitta stars beradi. Bu starslarni boya ko'rsatganimdek sizlar model qurishga sarflashingiz mumkin, yokida keyinchalik o'sha agar ishlatmayman deydigan bo'lsanglar, reklama ko'rib ko'taraman desanglar, bu yoqda exchange qilsak bo'ladi. Mana buni exchange qilsak bo'ladi. Bemalol bu narsani iloji bo'ladi. 20-apreldan keyin deb aytilgan. Xo'p, bu yoqda bir xil payt eventlar kelib qoladi. Yokida o'sha vazifalar bajarganingiz uchun nimadirlar sovrinlar berishi mumkin mana. Bu yoqda vazifalarda turkumi bor mana. Partnyorlar, sheriklaringiz yana, botni hamkorlari o'zlari hamkorlikda ishlayotganlar, keyin socials, ya'niki o'sha ijtimoiy tarmoqlar, botni ijtimoiy tarmoqlari, buni hammasi bajarganman. Xo'p, friends, ya'ni do'stlar chaqirish yo boshqa. Xo'p, models, ya'niki o'sha siz model qurasiz. O'shaning atrofidan men 10 ta qursam 200 ta voxel va 10 ta stars berar ekan, lekin bu narsa umuman qoplamaydi meni. Shuning uchun bu ikkalasini qilishni maslahat beraman. Maksimum 5 ta quringlar, chunki men o'zim nima qilganman, xato qilib ana bu yangi model qurmoqchi bo'ldim va ancha 2,5 ming ta blok ishlatdim va keyinchalik men nima qildim bu narsani 300 hozir men sizlarga ko'rsataman bu narsani. Xo'p, bu yoqda biza o'zimizni o'sha nimamizni ham trade qilsak bo'ladi. Ya'niki modellarimizni sotsak bo'ladi. Bu yoqda ko'rib turgan bo'lsanglar, 4.67, 2.066 ton, 4.7 ton. Mana shunaqa yaxshi sifatdagi nimalarni, modellarni yasab keyin sotsanglar, sotilish ehtimoli katta. Chunki sotib olyapti odamlar va men ham bitta qo'yib qo'yganman, lekin bu yoqda bitta narsa bor. Siz o'sha har 3 soatda 20 ta voxel bilan aktiv qilib qo'yasiz buni.
Men qilishim kerak bo'lgan bitta ish bu yoqqa sotgandan keyin agar sotmoqchi bo'lsam, rostakamiga sotmoqchi bo'lsam, har soatda kirib 20 ta, har 3 soatda kirib 20 tadan voksel bilan buni sotuvda qayta tiklab turishim mumkin. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay, bu sizlarda masalan menda 302 soatiga 302 ta beradi, to'g'rimi? Lekin mendan buni qurish uchun 302 ta stars so'radi. Bu endi bilmadim kimga qanaqa, lekin o'zini o'zi qoplashi mumkin, lekin menda hozir 302 ta stars yo'q, chunki starslarni ishlatib qo'yganman. Lekin bu yoqda biza asosiy qilmoqchi bo'lgan ishim, aytmoqchi bo'lganim bu biza trade qilishimiz mumkinligi. Xo'p, video juda ham cho'zilib ketdi do'stlar. O'shaning uchun xo'p, gapni qisqa qilaman. Hamma narsani tushuntirdim deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.